Alloh aytar ekan, agar ular meni shunday eslab, menga tasbih aytib, meni zikr qilayotgan bo'lsa, Alloh so'rayapti. Hal ra'uni? Qarang. Ular meni ko'rgan ekanmi deyapti Alloh. Xo'p, menga tasbih aytyapti, salovat aytyapti. Ular meni ko'ribdimi deyapti Alloh. Farishtalar aytar ekan, fayaquluna la vallohi ma ra'uka. Yo'q, Allohga qasamki seni ko'rmagan ular. Alloh aytar ekan, kayfa law ra'uni? Agar meni ko'rganda nima bo'lardi? Alloh, agar meni ko'rganda nima bo'lardi? Farishtalar aytar ekanki, law ra'uka kanu ashadda laka ibadatan. Agar seni ko'rganda bundan ham qattiq ibodat qilishar edi. Va ashadda laka tamjidan. Seni yana ham qattiqroq ulug'lashar edi. Va akthara laka tasbihan. Va senga ko'proq tasbih aytar edi. Fayaqul, Alloh yana so'rar ekan, mada yasalun? To'planib zikr qilib nima so'rashyapti bu bandalarim o'zi? Nima so'rayapmiz? Dunyo so'rayapmizmi azizlar? Nima so'rayapti? Farishtalar aytar ekanki, yasalunakal jannah, jannatini so'rayapti. Nas'alukal jannata va na'udhu bika minan nar deyaptilar tasbihda. Farishtalar aytar ekan, Allohim, ular seni jannatingni so'rayapti. Alloh aytar ekan, va hal ra'uha? Ular jannatni ko'rganmi? Farishtalar aytar ekan, la vallohi, yo'q, Allohga qasamki ular ko'rmagan. Alloh so'rar ekan, va kayfa law ra'uha? Ko'rganda qanday bo'lardi? Jannatni ko'rganda qanday bo'lardi bandalarim? Farishtalar aytar ekanki, law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan va ashadda laha talaban va a'zama fiha raghbatan. Agar ko'rganlarida edi, jannatga oshiqlari xirsi yana ham oshib ketar edi. Talab qilishi, sendan so'rashlik talabi kuchayib ketar edi. Va rag'batlari ortib ulug'lanib ketardi. Yana Alloh so'rar ekan farishtadan, hozir bizni tepamizda turganda shu voqea bo'lyapti azizlar. Shu voqeaning tagida turibmiz biz. Farishtalardan Alloh so'rayapti, shu gaplar bo'lyapti. Alloh so'rar ekan, fa mimma yata'awwadun? Ular nimadan panoh so'rashyapti? Farishtalar aytar ekan, yata'awwaduna minan nar, do'zaxingdan panoh so'rashyapti. Allohim o'zing do'zaxdan saqla. Fayaqul, Alloh so'rar ekan, va hal ra'uha? Ular do'zaxni ko'ribdilarmi? Fayaqul, vallohi ma ra'uha. Yo'q, Alloh qasamki ular ko'rmagan do'zaxni. Kayfa law ra'uha? Agar do'zaxni ko'rganda nima bo'lardi? Farishtalar aytar ekan, agar ular do'zaxni ko'rganda do'zaxdan qochishlikka qattiqroq bo'lardilar. Va ashadda laha mahofatan, do'zaxdan qo'rqishliklari qattiqroq bo'lardi. Azizlar, shu gap tugagandan keyingi gapni ayta olishga qodir bo'lolmay qoldim. Bu gaplar tugagandan keyin Alloh nima deyishini sizlarga aytishlikka qiynalyapman. Alloh aytar ekanki, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahu. Farishtalar, sizlar guvoh bo'linglar, ularning gunohini kechirdim.